Rossiyaga soldat yetishmayapti. O baraka topkunlar. Nega bu O'zbekiston, Tojikiston ota-onalar tushunmaydi? Rossiyaga borgan har bir yigitning taqdirida Xudo ko'rsatmasin bir pastava qiladigan bo'lsa, Bular pastava bo'lib tushib ketdi militsiyaga. Hozir bir haftadan beri poligon ketgan. bularni urushga jo'natib yuboradi. Lekin urushga mana shunday majburlab yuborilgan, adashib kontraktga qo'l qo'ygan yigitlarda o'zini o'zi qutqarish yo'llari bor do'stlar. Kesinglar mana barmoqlarni. Mana barmoqlarni kesinglar, oyoqlaringizni, qo'llaringizni sindiring. O'shandagina hech bo'lmasa 2 oy, 3 oy bansaga yotib joningizni saqlab qolishingiz mumkin. Urush qachon tugashini bilmaymiz. Lekin bu ota-onalar ko'r-ko'rona o'zbek va tojik yigitlarimizni Rossiyaga jo'natish bilan avora bo'lishmoqda. To'g'ri, bu gaplarni internetda hech qayerda eshitmassiz. Meni qo'rqadigan joyim yo'q. Primoy efirimga kirsangiz, barcha haqiqatlarni ochiq oydin aytyapman. Albatta, videoni tarqatib, like bosib, podelitsiya qilib hammaga tarqatib qo'yinglar. Va o'zlaringning fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar.